Yetimning haqqini yotib yeyapmiz. Qashshoqning haqqini sotib yeyapmiz. Boylarga bezrayib botib yeyapmiz. Qancha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Ustasi farangmiz shayton hijolat, namozxonlik niqob, iymon tijorat, ko'z qilmoq uchun qilib ibodat, shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Bir mayizni qirqqa bo'lgan shu ilmi, Imom Buxoriyni quvgan shu ilmi, karvon o'tsa itday xurgan shu ilmi, shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Halovat topilmas xumorga qoldi, ixlosi ko'zmonchoq tumorga qoldi, kunimiz onlayn qimorga qoldi. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Qancha odamlarni ko'nglin qilib ranj, o'lmasdan qabrini qilib qo'ygan ganj, umraga boradi, qilib kelar haj. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Magar osh yemaydi bo'lmasa ilik, masjidga qatnaydi sutxo'rga sherik, og'zida inshaalloh taqvosi chirik. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Shaqqillar tasbihini qiladi ko'z, lazzat berarmidi hoji degan so'z, kafaning suribmi, balki bo'lar bo'z. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? 40 ming yil jannatga kirmas Sulaymon, iting go'sh g'ajiydi kimdir non, kimga orzu non, shu faqat boylarga yozar dasturxon, u faqat boylarga yozar dasturxon. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Bandasidan olib qarzu qavola, hammadan berkitar haqqa havola, qiyomatda to'lar qilibon nolar. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha duo qildik, hijolat qani? Irmoqcha edingiz, soy bo'ldingizmi? To'rtta taqa toqib toy bo'ldingizmi? Boyga yaltoqlanib boy bo'ldingizmi? Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha duo qildik, hijolat qani? Kambag'al qar so'rar bordibon o'rni, kiygizib vorasiz tulkiga to'nni, to'ylarda sochasiz dollaru so'mni, maqtanib sochasiz dollaru so'mni. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Haqni umarganlar umraga ketdi, haqni gapirganlar turmaga ketdi, temir tirnoq so'zim so'ngiga yetdi. Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Ustasi farangmiz shayton hijolat, namozxonlik niqob, iymon tijorat, ko'z qilmoq uchun qilib ihsonlar, ko'z qilmoq uchun qilar ibodat. Shuncha gunoh qildik, hijolat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Qancha uxlamasin topmaydi orom, tarozi to'g'rimas, savdosi harom, hayitga narxini oshirgan avom, bayram deb narxini oshirgan avom, bayramga narx-navoni oshirgan avom. Qancha duo qildik, ijobat qani? Shuncha duo qildik, ijobat qani? Qancha gunoh qildik, hijolat qani? Yaxshiyam qilgan gunohlarimiz mana bu peshanaga sensorli telefonlarda, misol Facebookda, Telegramda, YouTube'da qancha obunanchingiz bo'lsa, bundoq ko'rinib turadi-yu. O'shanday ko'rinib turmaydi, a? Pastga bunday tushirsangiz, oldingi gunohlaringiz ko'rinib tursa bormi? Har kuni eng oxirgi qilgan gunohingiz ko'rinib tursa bormi? Balki shunda to'g'ri yashagan bo'larmidik. Nima deb o'ylaysiz? Qaytganday kamtarin mehnatimizga, mabodo she'rimiz sizga yoqqan bo'lsa, homiylar uchun karta qo'yib qo'ydim. Bizga homiylik qiling. Magarki ko'proq kitoblar o'qib, sizga sal tuzukroq she'rlardan ilinib turishlik bizga ham nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Farhod Temirtirnoq. Yana ko'rishamiz. Zo'rlardan bor.